Savdo bu faqat mahsulot sotish emas, bu inson qalbiga yo'l topish, ishonch uyg'otish va har bir yo'qni haga aylantirish san'atidir. Haqiqiy sotuvchi mahsulotni emas, yechimni, umidni va hisni sotadi. Har bir xaridorning yuragiga yashirin nima uchun degan savol bor. U sizning mahsulotingizni emas, o'z orzusini qidirmoqda. Savdo san'ati ana shu orzuni his qilish va unga javob topishdir. Sotuvchi, aktyor, psixolog, rassom va do'st. U sahnada emas, har bir mijoz bilan muloqotda rol o'ynaydi. Uning quroli tabassum, samimiyat va ishonch. U so'z bilan odamni o'zgartiradi. Ishonch bilan yurakni zabt etadi. Savdo san'atining oltin qoidalari. Eshit. Shunda sotasan, mijozni tinglash bu muvaffaqiyatning yarmidir. So'z tanla. Har bir so'z yurakka tegishi kerak. Tabassum qil. Energiya so'zdan kuchliroq. E'tirozdan qo'rqma. Har bir yo'q yangi imkoniyat. His bilan sot. Odamlar mantiq bilan emas, hissiyot bilan xarid qiladi. Savdo san'ati bu pul topish yo'li emas, insonlarni tushunish maktabi. Kim bu san'atni o'rganadi, u hayotda ham, biznesda ham g'olib bo'ladi.